Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rib atqaninglar, Xinjiang televiziya stansiya, Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlik bilan sungan cho'ng tipki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasi. Rahmat. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Programımız hacıdarlıqdaki Xinjiang Obida Biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programımızda Xinjiang mehri mabdag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programımız bilan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programımızga Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programımız bilan Xinjiang Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida oldingi 5 ning ichiga kirgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimizni Kamra yurishlik asl talqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, buvoqlar quvvat bulmiqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-darajaga erishgan mahirimizni sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markalik yurishlik mahsulotlarini bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 3-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozorga solgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 4-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Safiya Najva Almasoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 5-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Xinjiang Tajalliyot xalqaro savdo cheklik shirkati 10 ming yuan qimmatidagi mukofot buyum bilan tartiblaydi. Qadrli ko'rmanlar, hal qilg'ish bosqichimiz 2 oylanma bo'yicha elib beriladigan bo'lib, hal qilg'ish bosqichimiz boshlanishdan avval mahirlarimiz chek tortish orqali o'zining sakniga chiqib, nomer o'rinlash rad tartibini belgilaydi. Ondan 5 mahirimiz naqshlarini aytib bo'lgandan keyin baholash guruhidagi ustozlar bilet tashlash orqali bevosita keyingi aylanmaga qadam qo'yadigan 3 mahirimizni tanlab chiqdi. Mana bu munosabat bilan oldi bilan biz bugungi bu san programmamizga qadam tashrif qilgan baholag'uvchi ustozlarni, shundaqla guvohlik o'rnidagi xizmatchi xodimlarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Qandoqda qizg'in olqishlarimiz bilan 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozlari, shundaqla hal qilg'ish musobaqamizga qadam qo'ygan 5 nafar mahirni sahnimizga taklif qilamiz. Gider nakşimiz feryanın sadası yaktiyip canın bulmak cerkak koktu bullar kızı Bismillah
nakşanlı Cahanla yavrat nakşanlı Qadrli ko'rmanlar, mana bu 5 mahirimiz bugungi hal qilg'uch musobaqamizda o'zining eng qaltis bo'lgan mahoratini ko'rsatish uchun tayyor turdi. Undaqda ustozlarimizning mana bugungi baygimiz boshlanishdan avval mahirlarga deydigan sodiq qandoq yurak so'zlar bor, birlikda anglab boqaylik. Abdulla Abdurim ustoz. Assalomu alaykum. O'quvchilarimizga biz bu qisqa bir 20 yil vaqt jarayonida endi o'zimizning bilginimizni dedik. 20-30 yildan beri olgan ta'sirotlarimiz ustida tadqiqot elib bordik, bolalar bilan o'zaro fikr almashtirdik. Bugungi sahna sizlarga qoldi. Buningdan burun har qaysi ustozlar, har qaysi o'quvchilarga ayrim talablarni qo'ydi. Eng oxirgi hal qilg'uch musobaqa kelishning o'zi cho'ng natija. Bugun o'zinglar aytmoqchi bo'lgan asarni, naqshini chiroyli aytib, mushu oldimizda o'tirgan tomoshabinlarni, ustozlarni va televizor oldida sizlarning naqshlarni anglashga intizor bo'lib turayotgan barcha qarindoshlarni birdan huzurlantirsanglar, menimcha shu yaxshi natija bo'ldi. Rahmat. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Assalomu alaykum mayirlar. Mushu bosqichda, ya'ni eng oxirgi bosqichda biz o'rinlamoqchi bo'lgan naqshlarni nayt o'diqmay, o'zinglarning nayt naqsh etish mahoratinglarni tamkinlik bilan ijro qilib, yaxshi natijani mushu sanda qo'lga keltirishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Sen Umar Tursun ustoz. Assalomu alaykum. Bugungi mushu 5 mahirimiz meningcha eng qalaylik mahirlar deb o'ylayman. Ya'ni birisi bugungi mushu sahna, mushu 5 mahirimizning san'at hayotidagi eng cho'ng bir sahna bo'lib qilishi mumkin. Chunki bundaq sahna ko'p bo'lgan bilan pastda o'ltirgan tomoshabinlar ham o'ltirgan ustozlarimiz, kasbdoshlarimiz mundaq biraqlam yig'ilgan mundaq bir sahnada sizlarning yana bir qitim naqsh o'rinlash imkoniyatinglar ya bo'ladi, ya bo'lmaydi. Sizlarning bugungi bu sahnada har qaysinglarning naqshlaringlarni eng yaxshi kayfiyatda, yaxshi o'rinlab, cho'ng natijalarni utuqlarni sizlarga tilayman. Rahmat. Rahmat sana Umar Tursun ustoz. Nurisa ustoz. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, naq maydondagi ustozlar, tomoshabinlar, mushu Ipak yo'l sadasi programmasidagi 1-2, 3 qarorga barliq o'quvchilarimningki teniq salomatlik turmushiga baxt tilash bilan birga bugungi 3-qarorida tanlangan mushu o'quvchilarimning oldimda turayotgan mushu 5 o'quvchining hammasi chempion deb o'ylayman. Chunki san'atning o'zi bir huzur, san'atning o'zi bir go'zallik, san'atning o'zi bir xushallik.
jarayondan huzurlaylik. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz. Menimcha bu vaqtida mahirlarimiz ustozlarning so'zini anglab bo'lgandan keyin ko'ngli xil joyiga chiqib qoldi deyman. Qandoqda endi programmamizning qoidasi bo'yicha avval mana bu 5 nafar mahirimiz chek tortish orqali numar ko'rsatish rad tartibini belgilab chiqdi. Qani konvert keltirilsin. Konvertni ichib o'zinglarning ritinglarni ekran ko'rstinglar. Qani. To'yinchi bo'lib sahnamizga chiqib mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa. Ey, bak mo'jizmasa? Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, no'jo'shmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq kelibammagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Bu yazda Abida gazliq soda suyida qanday xushalliq bakin? Vah, qizil bo'laq. Quti og'zini ichingda telefonda skanerlab, yana qizil bo'laq. Quti og'zini ochsangizlar, mukofot chiqish fursati bor. Bu yazda Abida gazliq soda suyini ichgach, qizil bo'laqqa erishing. Har yazda bir xushalliq Abida gazliq soda suyi. Yaponiya JX Neft Kanguruyi 1888-yili qurilgan bo'lib, hozir dunyodagi 500 kuchli korxonaning biri. JX Guruyining Enios siliqlashmayi dunyodagi 10 kuchli Abdullah ichida oldingi qatorda turadi. Enios siliqlashmayi energiya tejash, muhit bulmaslik, motorning iqtidorini 2% yuqori ko'tarishda alayidligi bilan motorning umrini uzartadi. Xinjiang Osiyo Ipak yo'li neft kimyo sanoat cheklik shirkati Yaponiya Enios siliqlashmayining sifatining yaxshiligi bilan keng xalq ommasining yoqtirishiga erishdi. Enios siliqlashmayi sizning ishonchlik tanlashingiz. Xinjiangning har qaysi joylaridan hamkorlashib chaqiramiz. Acaba soldat qanday yemekliklerim Sans polaman, kebap şirmel gösterim Jene kutur gaz var, yalpız bile limoni Her isem uygutuldu toygumuzda Abidos tek şansı Kınıp pişi vasam das kanda Abidos Mans polo yeni da, bolmuş bolmaz Abidos Temi kebap temini, Abidos'uz detimaz Sas kanga yarışar, gül kaldırgan Abidos Abidos, Abidos Kınıp pişi vasam das kanda Abidos Abidos Kınıp pişi vasam mındak sokak Abidos Abidos yalpız limon alaydı işçimliki Güzellik fakat hayatını kızgın söygen ve özgü köyünüşünü bilgenlerge mensup. Hayatımız töf koş bilen culalanğınıdek, sağlamlığımızmı tomurumuzu dolqınlap iqivatkan, hayatlığımızın asası bolgan aşı kan bilen bakılışlık boludu. Kararlıq kan toluqlap duruş, bizdeki kan azlıqtın payda boluduğan türlük xavflarının aldını alıdı. Ben kan toluqlaşqa Furqat kan kuvvet içimligini tanladım. Sağlamlıqı intilgüç xanım qızlağı tavsiyerim, Furqat kan kuvvet içimlikki. Hargınlığınızda tüketip sizge huzur berişlaydigan, esil temni mücessemligen Abida energiya içimliki mahirlarga utuq tilaydi. Bu programımızda mehri muhabbetini özüge mizan kılgan mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Ata-analar rizasını, balılar arzusunu kandırıp kelivatkan Xinjiang Kamuran Halkara Soda Çeklik şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çaş sağlamlaştırış, perviş kılıç sahasida serkerlik rol oynavatkan Xinjiang Serkerlik Halkara Soda Çeklik şirketi programımızga yakından yardımlaşkan. Halktan ilip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Xinjiang Altın Güver Soda Çeklik şirketi samimi eskertidir. Programımız hazırlı başlanadı. To'yinchi bo'lib sahnamizga chiqib mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa Abdullah sahnasining o'quvchisi Azmat Qurbon. Ikkinchi bo'lib sahnamizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa Sanobar sahnasining o'quvchisi Zulfiqor Muhammad. Uchinchi bo'lib sahnamizga chiqib mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa Al Rayi guruhining o'quvchisi Turg'un Murodov. To'rtinchi bo'lib sahnamizga chiqadigan mahirimiz bo'lsa Nur sahnasining o'quvchisi Abdurahmon Umar. Eng oxirida sahnamizga chiqib mahorat ko'rsatadigan bo'lsa Abdullah sahnasining o'quvchisi G'ayrat Ablat.
Yaşadım sen kitip ağrığım, ayrılıp senindin. Yoruk gün karanlık sensiz. Ne ama kalbimde peygamım, inaydı icranım. Günüm yok kaygısız gamsız. Düşlerimde seni izlemem. Kaydı bulsam seni eslemem. Kapalmayım seni afsus kimse düşler. Yığılma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni öksüşler. Ağrıma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni ötmüşler. Yığılma. Düşlerimde seni göremem. Kaydı bulsam seni eslemem. Tapalmayım ben seni afsus gitti düşler. Yığılma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni öksüşler. Ağrıma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni ötmüşler. Ayrılıştı da köydü bu yürek. Birini şu dida köydü bu yürek. Şıklıma yüreğim, ağrıma yüreğim, hicran otida. Yığılma. Yığılma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni yüreğim. Ağrıma sen yüreğim. Beynimizsin, örtümüzsün, seni öksüşler. Yığılma. Sen
Ay aldımda gün keynimde hasret içimde hasret içimde bana begen vay amanet mi ey aldep yığlaymen yarım İgiz igiz ata başida çırak köyedu çırak köyedu bu köygenler ey çırak emmez ey yürek köye doyarım yerde idim yarımında ne buldum ehli uşumdin bigane buldum Kuşlar ben sana yarım yarım diyeysen Kuşlar ben sana yarım yarım diyeysen yâre sendeki zülgül her cayda bulmaz sendeki zülgül her cayda bulmaz her cayda bulsa yâre senince bulmaz her cayda bulsa yâre senince bulmaz kuşlar ben sana yarım yarım diyeysen kuşlar ben sana yarım yarım diyeysen
yarım bir dana idim yarımın dana buldum aklı uşumdun canım bigane buldum senden tizilgül her cayda bulmaz senden tizilgül her cayda bulmaz her cayda bulsa yarı senince bulmaz her cayda bulsa yarı senince bulmaz senince bulmaz kuşlar men sana yarım yarım diyeysen kuşlar men sana yarım yarım diyeysen Assalomu alaykum efendim. Sizga nima lazım? Oqsil, yong'oq, qaymoq, sut, choy, asal, meg'iz. Gap tabiiy oziqlarni tanlagining dil to'g'ri. Lekin men bularni prislab, birli xaltaga qochilib oldim. Ha? Mana. Kameron oqsil qaymoqchi? Kunlik yo'lga chiqsang, oylik oziq al. Kameron oqsil choylarini doim hamroh qilib ol. Kameron yurishlik oqsil choylari. Bu yazda abida gazliq soda suyida qanday xushalliq bakin? Vah, qizil bo'laq. Quti og'zini ichingda telefonda skanerlab, yana qizil bo'laq. Quti og'zini ochsangizlar, mukofot chiqish fursati bor. Bu yazda abida gazliq soda suyini ichgach, qizil bo'laqqa erishing. Har yazda bir xushalliq abida gazliq soda suyi. Güzellik mening chin güzel. Attirgil yig'i gul yog'larining xanishi bo'lib, teringizning namligini oshirib, qo'riqlarni tizaydi. Teringizni tegidan sizildirib, nurli qiladi. Gul yig'ining hidi sizning ruhingizni ko'tarib, jalbkor qiladi. Tabiiy ishlangan chin nuriy do'rlarning ishiltishiga arziydi. Bu yazda abida gazliq soda suyida qanday xushalliq bakin? Vah, qizil bo'laq. Quti og'zini ichingda telefonda skanerlab, yana qizil bo'laq. Quti og'zini ochsangizlar, mukofot chiqish fursati bor. Bu yazda abida gazliq soda suyini ichgach, qizil bo'laqqa erishing. Har yazda bir xushalliq abida gazliq soda suyi. Şinjan Təcəlliyat Xalqara Savdo Çəklik Şirkəti vakalatçılığındakı Tay-Aytay kollagenlik peptit yürüşlük məhsullatları Beijing Tay-Aytay guruhining davlat patent huquqiga erishgan faxrlik mahsuloti. Tay-Aytay kollagenlik peptit yürüşlük mahsulotları badandagi fiziologik faoliyatdan tangshab kasallikka qarshi turish, immunitet kuchini oshirish, sog'lomlikni asliga keltirish rolining yuqoriligi bilan har millat xalqining olqishiga erishib kelmoqda. Sog'lomlikka intilguvchi kishilarimizning oldin tanlashi Tay-Aytay kollagenlik peptit yürüşlük mahsulotlari. Sirliq chumpardiga o'ralgan bu keng ziminda uzun aslimalarning yumron bo'ltinlari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shahon yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Hayat tılsımları ba'zida jazbidar yoshlikning tilaklari uchun uzuk, ba'zida qiron mavsumlardagi sadoqat rishtining zunari, u yana tamkin yillardagi vafo bilezuki. Ko'z oldingizdagi tilsim uzun yillarning sinoqlarida tog'langan har bir zinnat mevasini nafslikda voyaga yetkazib, hayotingizga o'chmas ma'nolarni qo'sha oladigan xislatli xazina. Tilsim oltinlari tilakingiz, rishtingiz va vafoyingiz bo'lsin. Tilsim hayotingizning xazinasi. Tilsim oltinlari. Harg'inligingizni tugitib sizga huzur berishlaydigan esil tamni mujassamlagan Abida energiya ichimligi Mahirlarga utuq tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Ata-onalar rizasini, balalar arzusini qondirib kelayotgan Şinjan Kamuran Xalqaro savdo cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashgan. Choy sog'lomlashtirish, parvarish qilish sohasida sarkarlik rol o'ynayotgan Şinjan Sarkardi Xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamlashgan.
xalqdan ilib xalqqa qaytarishni o'ziga mangulik nishon qilgan Şinjan Altın Güver Savdo şirkati samimiy askartadi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Sazdanın əsli gül tacı muqamlar, dillenin bahari hem yazı muqamlar. Misallı şerbetiga toymasdın ötken, kızlanın meptunkar nazi muqamlar. Kızlanın meptunkar nazi muqamlar. Derdi quyoshning ziyasi bulup, nur çeçip yaşlı kar buztalları egni. Beybelen esitip ecdat ömrünü, ahanga doldurar asmallarımni, ahanga doldurar asmallarımni. İnsanı daim carlagan, hürlüke insanı daim carlagan. Kalbimge özgü koy saldı mukamler, vücudum senden ut aldı mukamler. Köy bilen eskitip ecdat ömrünü, bakilik remzi bu kaldı mukamler, bakilik remzi bu. Kaldı mukamler. Çikenge, kendin çimenge, kendin çimenge.
yer, bu eti yer. Han Tengri'ge külüp baksa Tarim içide çümüp aksa Tarim içide çümüp aksa Sende hayalim amrak nigari amrak Üçüncü qararlıq İpək Yolu Sadası programısında aldınqı 5'nin içine kirgen mahirlerimiz katta boğan mukapatlar bilen mukapatlandıgan bulup, birinci dereceye erişken mahirimizni Kamran yürüyüşlük Aksıl Talqını, Kamran Aksıllık Kaymak Çayları, Buakla Kuvvet Bulmaqı, Buakla Zakisi Katarlıq süpetlik mesulatları bilen halkımızın kızgın alqışığı erişip kelivatkan Şinjan Kamran Halkara Sodi Çek şirketi 120 ming yuan kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıqlaydı. İkinci dereceye erişken mahirimizni Çağ sağlamlaştırış ve perviş qilish sahasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markalık yürüyüşlük mahsulotlarni bozorga solgan Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo chek shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sahasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozorga solgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan Xalqaro savdo chek shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, Safiya Najva Alması qatarlıq yürüyüşlük mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in alqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya Xalqaro savdo chek shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydi. 5. dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, Şinjan Tajalliyat Xalqaro savdo chek shirkati 10 ming yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan tartiqlaydi. Salam vatanım canı can ana Baxtiyar hoş gülgen yigit men sende Tesadduq bu cinim sen üçün daim Çünkü sen gül hayat kıldın bekşende Tesadduq bu cinim sen üçün daim Çünkü sen gül hayat kıldın bekşende Sen beni östürdün illik koynunda Sen bana
akıl hem güç kuvvet verdi. Tulpar bup çapar men bəxtinge vətən. Sen bana için vapa muhabbet verdin. Anamның idi бар, атамның зи. Vətənim biğimni gül gipir kaymiz. Anamның idi бар, atamның zi. Vətənim biğimni gül gipir kaymiz. Yar yürek bizlerge ecdatlar koynunda bağcel bille gülleymiz. Koynunda bağcel bille gülleymiz. Mahirlerimiz özleri tayyorlab kelgan naqshalarni aytib bo'ldi. Undaqda amdi navbat baholg'uchilar guruhi keldi. Rahmat. Ekran aldiki qadrli ko'rmanlar. Hozir ustozlarimiz saknining o'ng va so'l tarafidagi sanduqlarga o'zining biletlarini tashlab oldi. Undaqda endi biz guvohlik o'rnidagi xizmatchi xodimlarga biletni jug'lab chiqishga topshiramiz. Qani, marhamat. Ekran aldiki qadrli ko'rmanlar. Naq maydondagi tomoshabinlar. Birinci aylanmada 5 mahirimizning natijasi zodi qanday bo'ldi? Biz 5 mahirimizning birinci aylanmadagi natijasini e'lon qilishga Şinjan Muqam Ansamblining boshlig'i, davlatlik birinci darajali kompozitor Davud Mahmud apandini taklif qilamiz. Qani, marhamat. Sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundalik turmushimda, safarda, hatto sahnadimi sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh.
Sarkarda. Bu yazda abida gazlıq soda suyida qanday xushalliq bakin? Vah, qizil bo'laq. Quti og'zini ichingda telefonda skanerlang. Yana qizil bo'laq. Quti og'zini ochsangizla mukofot chiqish fursati bor. Bu yazda abida gazlıq soda suyini ichgach, qizil bo'laqqa erishing. Har yazda bir xushalliq abida gazlıq soda suyi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Ozuqliq va sovuq qanğandila go'zallik jilvilanadi. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz uxlandi. G'uncha namxush yurishligi. G'uncha. Lokmardan yerlik paxlan go'shtini ham material, Atımraz kebapchilik hunarini asos qilgan Anvar tonur kebaplari o'rab qachilinib, ehtiyojingizga asosan bozorlashtirildi. Ishchan o'g'il qizlarning tujublab pishirgan tonur kebaplari ilg'or uskunlar orqali pokiz muhitda o'rab qachilinib, har qaysi shahar bozorlariga yetib bordi. Tamli yigana Anvar tonur kebaplari hech dasturxoningizda texmo mo'l qiladi. Lokmardan quvvatli go'shtlari tujublab pishirilgan tonur kebapi, mikrobsiz holatda vakuumli qachilangan kebaplar sizga quvvat va sog'lomlik ato qiladi. Go'zallik arzudan vujudga chiqadi. Suvda keltirib turadigan teriga erishishni xohlamsiz? Maxsus osiyoliklarning terisiga moslashtirib ishlangan shimandan o'simlik amino kislotali qattiq holatdagi suyni ishlatib beqing. Tabiiy o'simlik javridan ayirib chiqilgan ajoyib hayron qolarlik 9 xil unumga ega. Bu siz o'ylagandek o'ndoq oddiy suv emas. Shimandan o'simlik amino kislotali qattiq holatdagi suy. Nafais xalqaro savdo cheklik şirketi. Turpan dunyoga donglik bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi. Harakat darkatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' selish kerak. Dal joyga solingan mablag' sizni o'yilmagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' seling, boy bo'ling, Turpandagi makonda. Ishonch sizdan, makonga keling. Kafolat bizdan. Mablag' seling. Boy bo'lish ko'rigingiz Turpan makon savdo shaharchisi. Kamerandan xushalliqlar üzülmeydi. Kameran bulmuqi mukofotlik setish faoliyati boshlandi. Plan aqli iqtidorlik yan telefon. Meşrep to'g'lab bo'z. Kameran oqsil talqini. Kameran oqsil chi. Yana bir qap kameran glikozi jafiri qatorli 9 xil sarxil mukofotlar sizni kutmoqda. Kameran bu vaqtlar quvvat bulmuqi. Bu programmamizni Mehri muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. G'ayrat Ablat 7 numar. Abdurahman 12 numar. Turg'un Miravudun 16 numar. Zulfiqar 42. Azmat Qurban 8 numar. Turg'un, Abdurahman, Ömer, Zulfiqar o'shalarning eng yuqori numar. Uchaylan eng yuqori numar. Keyingi bosqichga bevosita qadam qo'ydik. Rahmat, muborak bo'lsin sizlarga. Aramag'ashtiringlar. Keyingi bosqichga tayyorlik qilinglar. 3-qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining 5-o'ringa tizilgan Mahir bo'lsa, G'ayrat Ablat. 4-o'ringa tizilgan Mahir bo'lsa, Azmat Qurban. Undaqda biz 5-shundaqla 4-darajaga erishgan mahirlarimizni mukofot lo'nqisi bilan mukofotlashga, shundaqla sharaf guvohnomasi tarqitishga Şinjan Safiya Xalqaro savdo cheklik shirkatining vakili, shundaqla Şinjan Tajalliyot Xalqaro savdo cheklik shirkatining vakilini taklif qilamiz. Qani, marhamat. 5-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Şinjan Tajalliyot Xalqaro savdo cheklik shirkati 10 ming yuan qimmatidagi mukofot bo'yin bilan tartiqlaydi. 4-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Safiya Najma Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga selib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya Xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta, undan boshqa yana bizning mukofot lo'nqisi shundaqla sharaf guvohnomamiz bu bor. Rahmat mehmonlar, rahmat sizlarga. Rahmat chapatatlar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hal qilg'ish musobaqamizning 2-aylanma musobaqasi hozir boshlandi. Undaqda musobaqamizni boshlashdan avval biz 2-aylanmaga bevosita qadam qo'ygan 3 mahirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Bu 3 mahirimizmi, ya'ni birinchi bosqichimizga o'xshash chek tortish orqali o'zinglarning rad tartibinglarni belgilaysizlar. Qani, to'nir keltirsin. Marhamat. İkinci aylanma musobaqamizda tunji bo'lib sahnimizga chiqib mahorat ko'rsatadigan bo'lsa, Nur sahnasining o'quvchisi Abdurahman Ömer. İkinci bo'lib mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, Sanubar sahnasining o'quvchisi
Zulfiqar Muhammed. Üçüncü bulup sektimizde maharet gösterdiğini bolsa El Rai grupsının mahiri Turgun Muradov. Temennah kılma mülkünge Ütsüm o yılkinge Ecir tökbenli Vatan millet Vatan millet halkınca Bilim vardır çıkıp alsam Uşul erişke koyup şota Cahandın ep gider vay adem Behazla altı gez vay çota Cahandın ep gider vay adem Takatla altı gez vay çota Temenna kıyelmimi mülkünce Cahan üsüm ilçince Behişla ecirtim
Tümemmün merdimer tağlar Mıras eylep nesillege Bahasız tüpin ağlar Mıras eylep nesillege Bahasız tüpin ağlar Şulade kan ter dökse Çiçeklep men güleysen Yaşaysan zadını bilmeysen Arka yerine gömülmeysen Temenna kıyılma mülkünde Cahan üstüm Vatanım güldü seninle Bəxt iqbaliminin Sende nurlandı kuyaşdek Renk ruhsariminin Sen güya uçmez çırak Işkındı bir pervanı men Sen üçün her dem tesadduq Tendeki canimini Tendeki canimini Sen güzel bağı irem ki Bulbuli mestanı men Sen söyümlük, sen köngüllük Kemri gülzar yemini Bir ömür terim töküp Koynumda kılsam gülçimen Razı men ölsem kalmaz Dilde armanim benim Dilde armanim benim Dilberim sen menin
Kudretim senden ayrılsam eğer tügey canım aramı tügey canım aramı kudretim halim kudretim halimini ta ebed köz tegmisun halkımızın baxtiga sen bilen asman pele şükretim şanim meni şükretim şanim meni Üçüncü qararlıq İpək Yolu Sadası proqramısında aldınqı 5-nin içiga kirgan mahirlərimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, birinci dərəcəyə erişkən mahirimizni Kamran yürüşlük asıl talqini, Kamran aqsılıq qaymaq çayları, buaqlaq quvvat bulmaqi, buaqlaq zaksi qatarlıq sübətlik məhsullatlar bilan xalqımızın qızğın alqışığı erişib kelib atqan Şinjan Kamran Xalqaro savdo çəkiliş şirkəti 120 min yuan qiymatidagi Toyota markalıq avtomobil bilan tartiqlaydı. İkinci dərəcəyə erişkən mahirimizni Çay sağlamlaştırış ve perviş qilish sahasida dadillik bilan izinib, Sarkarda markalık yürüşlük mahsulotlarni bozorga solgan Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo çəkilish şirkəti 100 min yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydı. Üçüncü dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, diyarımız yanfınçılıq sahasida aqli iqtidorli yanfınlarni bozorga solgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan Xalqaro savdo çəkilish şirkəti Qutlan yanfınçılığı 80 min yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydı. Dördüncü dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, Safiyan Najva Almasy qatarlıq yürüşlük mahsulotlarni bozorga silib, xalqimizning qizg'in alqishiga erishib kelayotgan Şinjan Safiya Xalqaro savdo çəkilish şirkəti 60 min yuan qiymatidagi Toyota markalık avtomobil bilan tartiqlaydı. 5-ci dərəcəyə erişkən mahirimiz bolsa, Şinjan Təcəlliyat Xalqaro savdo çəkilish şirkəti 10 min yuan qiymatidagi mukofot buyum bilan tartiqlaydı. Esselam ey cemaat sizge aksu diye salam çekiyetken dildi yalkun diye sana seviniş nin çekiyetken Ay dildi yalkın diye salam
ey el cemaat sizge Aksu'dan salam sevinişnin çeki yetken dildi yalqından salam sazda çaldık şahretip küymektimizdi akuzun nakşçı hem kampazitor hem de abdurdin salam nakşçı hem kampazitor hem de abdurdin salam Yeni devrim kıldı katta, küldü aksu körsünüz. Zümresi çeşme çeşme birlikte büyüsünüz. Birlikte büyüsünüz. Namıdılda, temizilda, mividik bam körsünüz. Gıdadan düşmü encür, almış abdudun salam. Namıdılda, temizilda, mividik bam körsünüz. Gıdadan düşmü encür, almış abdudun salam. Can güreşte tavlandı, işten oğul bizleri. Yeşil kim kapın yepindi, küldü tarım boyları. Yarmakta yeni esir zeper marşı köyleri. Ziminde toy kündü meşrep, kökte akkudi salam. Salam, 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 sizge Aksudi salam. Salam, salam, sizge Aksudi salam. Ziminde toy kündü meşrep, kökte akkudi salam. Mantık boylap yeni menzil, buldu turmuş paravan. Şadını dil urgıdı köy, küldü hemme yer cahan. Eslanmay acemaat sizge Aksu'dan salam. Tağları gül bağları mol, tekte alkın değil salam. Salam, 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 sizge Aksu diye salam. Salam, salam, sizge Aksu diye salam. Senin işin çiyeki yetken, dilde yalkın değil salam. Senin işin çiyeki yetken, dilde yalkın değil. Qadrli ko'rmanlar, mana mahirlarimiz ikkinchi aylanmadagi naqsini aytib oldi. Endi navbat baholag'uchi ustozlar keldi.
Rahmat. Qandoqda endi biletlarni jamlashga guvohlik o'rnidagi xizmatchi xodimlarga sanduqlarni olib bergan bo'lsanglar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Hozir mana bu 3 mahirimizdan biraylan 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining chempionligiga erishdi. Undaqda natija jamlanib bo'lg'ichi bo'lgan orliqda biz bugungi bo'lsam programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan 2-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni, shundaqla Nur sahnasining o'quvchisi Kamil Jililni sahnamizga taklif qilamiz. Tağlar egiz, tağlar yağdı. Verip yolunu bağma yağdı. Verip yolunu bakma yağdı. G'irib bilse kim yig'layadi surib yavre. G'irib faqiribe yig'layadi. Sen kağa yare öyle bir kestamdaki yağa yağdı. Küsüm tuz duygandı yağdı. Yavre, yüreğim kalmadı yağa yağdı. Küstüm tuz duygandı yağdı yavre. Yüreğim kalmadı yağa yağdı. Yüreğim kalmadı yağa yağdı. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Mana sahnamizda turgan bu 3 mahirimizning bu aylanmadagi shundaqla 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasidagi eng oxirgi natijasi chiqib bo'ldi. Undaqda hal qilg'ish musobaqamizda zodi kim chempionlikka erishdi? Avval qisqagina e'lon ko'raylik. Marhamat.
bak nojo'xshimayapsiz ya. Yo'qda. Hayotda o'ylamagan xiristlarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, nojo'shmamsa, Kuch-quvvat urg'ib turganda xiristlarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Xiristlarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq elibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat kel. Obida energiya ichimligi. Yolpozdamni desam haq nim deb qala. Yemis desam haq nim deb qala. Chikkenisi aralashtirilgan iroda yolpoz limon desam haq yana nima deb qala. Yuraklarga yoqadigan salqinliq iroda yolpoz limon alohida ichimlik. İrade yalpoz limon etse hiç kim hiç nima deb qolmaydi. İrade yalpoz limon alohida ichimligi. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqi o'xshamasa, kimni ahmoq qilsizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Kamerandan xushonliklar üzülmeydi. Kameran bulmuqi mukofotlik setish faoliyati boshlandi. Plan aqli iqtidorlik yan telefon. Mashrab to'lat bo'z. Kameran oqsil talqini. Kameran oqsil chi. Yana bir qap kameran glikozi javhari qatorli 9 xil sarxil mukofotlar sizni kutmoqda. Kameran bu vaqtlar quvvat bulmuqi. Sirliq chuntardiga o'ralgan bu kang ziminda uzun aslimalarning yumron bo'g'ilari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shohona yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Qadrli ko'rmanlar, Ipak yo'li sadosi programmasi Şinjan televiziya stansiyasi bosh bo'lib uyushtirgan Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati, shundaqla Şinjan Bug'ra madaniyat tarqitish cheklik shirkati hamkorlashib do'stlarning huzuriga sungan cho'ng tipki san'at programmasi bo'lib hisoblandi. Mana bugunga qadar programmamiz 3 qarorni tamomladi. Albatta, dal mana shu jarayonda ko'rmanlarimizning qizg'in olqishiga erishib keldik. Şinjan televiziya stansiyasi buningdan keyin yana texmo yangicha bo'lgan, texmo qaltis bo'lgan, esil bo'lgan programmalarni yana do'stlarimizga sunadi. Hamda mana bu 3 mahirimizning eng oxirgi natijasini e'lon qilamiz. Biz oldingi 3 nafar mahirimizning natijasini e'lon qilishga Şinjan san'at yurtining muavin boshlig'i, Naqshi usul o'mikining o'mak boshlig'i Anvar Samat apandini taklif qilamiz. Qani, marhamat. Aldı bilan biz 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasida 2-chi darajaga erishgan mahirimizning ismini deymiz. Qani, ustoz. 2-chi darajalik mukofotga erishgan mahirning ismi Turg'un Murodin. Turg'un Murodin 13 bilet bilan 2-chi o'ringa tizildi. Programmamiz sajodarligidagi Şinjan Abida Biyotdan texnik taraqqiyot cheklik shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni Şinjan Mikri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Şinjan Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Şinjan Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Undaqda 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining 3-chi darajaligiga erishgan mahirimiz 3-chi darajalik mukofotga erishgan mahirimizning ismi Abdurahmon Ömer. Muborak bo'lsin. Undaqda 1-chi darajaga erishgan, ya'ni chempionlikka erishgan mahirimiz bo'lsa, uni o'qimsam men ma'lum bilib qoldinglar endi. Zulfiqor Muhammad. Sanobar sahnasining mahiri Zulfiqor Muhammad. Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Qani, marhamat. Mana 3 mahirimizning eng oxirgi natijasi chiqdi. Undaqda bularning erishgan bilet soni zodi qanday bo'ldi ko'rib boqaylik. 3-chi darajaga erishgan Abdurahmon Ömer apandi 7 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. 2-chi darajaga erishgan Turg'un Murodin apandi 13 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. 1-chi darajaga erishgan Zulfiqor Muhammad apandi 63 biletga erishdi. Muborak bo'lsin. Undaqda biz dal mana shu 3 darajaga erishgan mahirlarimizning mukofot buyumlarini taqitishga, ya'ni 3-chi darajaga erishgan mahirimizning mukofot buyumini taqitishga Şinjan Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkatining vakilini taklif qilamiz. Qani, marhamat. 3-chi darajaga erishgan mahirimiz Abdurahmon Ömer bo'lsa, bizning mukofot munqimiz shundaqla sharaf guvohnomasidan boshqa yana
Diyarımız yanfonchilik sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozorga solgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Muborak bo'lsin. Endi ikkinchi darajalik mukofotimizni tarqitishga biz Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkatining vakilini taklif qilamiz. Qani, marhamat. İkinci derecelik mukofotga erishgan mohirimiz Turg'unjon Murodin bo'lsa, mukofot lo'nqisi va sharaf guvohnomasidan boshqa yana choq sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblandi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi biz 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni bo'lgan Zulfiqar Muhammadga mukofot lo'nqisi shundaqla sharaf guvohnomasini taqishga Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkatining vakili shundaqla Xinjiang Abida xalqaro savdo cheklik shirkatining vakilini saktimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Qani undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan chempionimiz Zulfiqar Muhammadga birinchi darajalik mukofotga erishgan Sanubar saknasining mohiri Zulfiqar Muhammad Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, buvoqlar bulmaqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlar bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblagandan boshqa yana mukofot lo'nqisi va sharaf guvohnomasi bilan tartiblaydi. Muborak bo'lsin Zulfiqar Muhammad, muborak bo'lsin. Rahmat. Undaqda endi biz ichki shirkatning vakilini ikki og'iz so'zga taklif qilaylik. Assalomu alaykum. Biz mahsulotga har bir bo'lgan mahsulotning samimiylikni, yurakni berib ishlagan bo'lg'achqa, yurakdan chiqqan gap yurakdagi deganga o'xshash bizningki mahsulotimiz xalqimizga ta'sir qildi deb qardik. Belgilik bir e'tirof qilishga erishdik Kamran markamiz. Shu sababli shu bizni qo'llab kelayotgan barcha xalqimizga, iste'molchilarimizga ko'pdan ko'p tashakkur, rahmatlarni aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Qani, Abida. Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum tomoshabinlar. Hammamizga ma'lum, Ipak yo'li sadosi programmasi ko'rilish nisbati intayin yuqori bo'lgan, xalqimizningki qizg'in olqishga erishgan nodir programmalarning biri. Endi Xinjiang Abida Bioplantanik taraqqiyot cheklik shirkati bu programmaning tajidori bo'lish sifatimiz bilan mohirlarning bugungi iqtidorlaridan haqiqatan memnun bo'ldik ham qoyil bo'ldik. Bu programmaning bundan keyingi texmo muvaffaqiyatli o'tkazilishiga va yuqori saviyada ishlanishiga barliq ishchi xizmatchilar nomidan chin rahmatimni bildirman ham umid qilaman. Oxirida natijaga erishgan mohirlarga chin qalbimdan omad tilayman. Bundan keyingi ishlarga utuq tilayman. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Undaqda endi biz Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun xonim bilan Dildor Erkin xonimni saktimizga taklif qilib, guvohlik so'zi qilib berishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Xinjiang televiziya stansiyasi, Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqitish shirkatining iltimosiga asosan Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat guvohlik o'rnidan hukumat guvohchisi Aynur Tursun, Dildor Erkinlar 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi hal qilg'ish musobaqasining naq maydon ahvolini nazorat qildik. Shuni isbotlaymizki, yuqorqi musobaqa ahvoli belgilangan musobaqa tartibiga uyg'un. Musobaqa natijasi rost, haqiqiy va qonuniy kuchga ega. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun, Dildor Erkin. Rahmat kelanga. Qani undaqda endi hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan 4-chi, shundaqla 5-chi darajaga erishgan ikki mohirimizni saktimizga taklif qilaylik. Marhamat. Ondan başqa yana biz 4 yetakchi ustozimizni saktimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat ustozlar, marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi qarorni ko'rishga chamam bo'linglar. Xayr xo'sh. Ipak yo'li sadosi, Ipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xo'sh ovoz